Yandex'ga ishga kelmoqchi bo'lgan akalarimiz faqat Insof 3ta7 ga murojaat qilasizlar. Mana boshlig'imiz ham shu yerda. Assalomu alaykum Alisher aka. Alisher aka, biz eshitdik, mana boshqa firmalarda 3%, 4%, to hattoki 5% gacha foizlar qo'yishgan. Nimaga bizga hatto 1% ham emas, 0.9? Buni sababi bitta Insof dori baraka degan gap bor. Shuning uchun shofyorlarimizga qulaylik bo'lsin. Buning sababi Rossiyadan yaqinda keldim men. O'zim shu Rossiyaga 7 yil imенно Yandex'ga yurganman. Sababi ham shu ishlagan joyim park 0.9 edi. Boshqa parklar 4%, 5% edi. Undan keyin niyat qildim, mana shu deport qilib jo'natib yuborgandan keyin niyat qildim Samarqandga borsam, O'zbekistonga borsam shunaqa park ochaman. Shu odamlarga yengilroq bo'lsin deb shuni niyatimga yetdim degan umiddaman. Va 0.9 qilaman Samarqandga ham deb. 0.9 qilaman dedim. Keyin mana o'zimni mana bu sharoitlarda qildirdim.